Assalamu alaykum, Tartaq Sanat programımızdan aziz görürmenleri. Yaş Çolpan sahipimizi görüşünle karşılamız. Ben riyasetçi Nurali Hasan. Bugünkü sahipimizde biz sizlerge tanıştırıp ötmekçi bolgan yaş çolpanımız, aziz mehmanımız o kimdi? Aldı bilen ben onu kısıkça bir tasvirlep ötey. O öz oruq, biroq nayt kelishgan, nayt kesipcan bir yaş. Onun hazırkı zaman uslubida o'rnalgan naqshlari, jo'shqin usullari cho'nglarimizning, yoshlarimizning qoyilligini qo'zg'asa, o'moqlarimizni izchil hayajonga solib kelmoqda. Bildingiz? Bu aziz mehmonimizni sahnaga taklif qilishdan avval kichik ekranimiz orqali uni bir qisqacha ko'rib o'taylik. Marhamat. Hoş, biz görüp ötkendek bugünkü bizden aziz mehmanimiz, talantlı yaş naqshchi ve ijodiyatchi, Yipak yo'ldagi jalbkor Çolpan Ablajan. Assalamu alaykum Ablajan. Aleyküm assalam. Yaxshi ko'rishdik bugun. Avval ekran oldidagi aziz mehmonlar salom berdilar. Ma'qul. Assalomu alaykum, ekran oldida ko'rmadik. Aziz qarindoshlar, xonimlar, apandilar, akalar, hadilar, suyimli kichik do'stlar, hammalarga Ablajandan eng oliy ehtirom. Sizlar bilan ko'rishganligimdan intayin xursandman. Rahmat. Bugünkidek müşte sahipimiz orqali sizdan erkin ozoda shunday suhbat ishlaganimizda intayin va xursandmiz. Rahmat. Mana shu biz nihoyat yaqin tanishimiz, biroq ekranda ko'rinmalarimiz, tomoshabinlaringiz, sizdan naqshlaringizni, nomerlaringizni yoqtirib ko'rgan bilan balkim turmush jihatdagi ishlaringizni bak bilib ketamasligi mumkin. Bu shaxta o'zingizni avval qisqacha bir tanishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Men Gumunay Sanjoyisida
Gumnay Sanjuist oldum. Ondan keyin bizning boshlang'ich to'liqsiz o'qish hayotlarimni shu o'zimizning yurtida Sanjuisida o'tkazdim. To'liqsizni bitgandan keyin Turpan Tarim-Ekrani maktabga kelib, shu Turpanda 3 yil go'zal san'at kasbida o'qidim. Güzel san'at, ya'ni rassom demakchiman. Ha, rassom. Voy, ha. Dastlabda bizning mening orzuyim, mening imtihon bergan vaqtimdagi bu qarashlarim men san'at kasbida o'qiyman deb o'ylayman-da, lekin baxtga qarshi mening asli kasbim go'zal san'at ekan to'q. Shu vaqtda go'zal san'atni o'qidim, lekin o'qish jarayonida men birinchi naqshamni shu Turpanda yozib chiqqan. Ya'ni 14 yosh vaqtlarim bo'lsa kerak. Turpan Tarim-Ekranining birinchi yilligida men shu Salom yurtim deb bir naqshni ijod qildim. Shundan boshlab mening qalam bilan shug'ullangan, naqsh yozgan ishlarim boshlanib ketdi. Garchi rasm kasbida o'qisam-mu, rasm bo'lsin xat o'zimning kasblarimni yaxshi o'rganib mangandan tashqari yana darsni tushgan vaqtlarda to'xtamay o'zimiz har xil vaqtlarimizni butun naqsh muzika bilan shu mashq uylarda muzikalarni mashq qilib naqshlarni yezib degandek ishlarni o'tkazdim. Keyin bir mazgil gitar o'rgandim. Ondan biz o'qish bitgandan keyin men yurtimga qaytdim. Lekin mening arzuyim bo'lsa, men vaqt yishim kichik bo'lgandan keyin men jiqroq narsani o'qishni umid qilardim. Lekin u vaqt mening sharoitim yo'l qo'ymasdan faqat Urumchida 2012-yilda 2011-yilda o'qish bitgandan keyin 2012-yilda 2 oy usulda rasmiylik tarbiyalangan bo'ldim. Urumchi shaharlik o'yin qo'yish shirkati deb bir shirkatda nayda jafoli qoldi. 3 oy usul o'rgandim. Yana usul o'rgangandan keyin yana yurtimga qaytdim. Yana men o'ylasam menda bilim yetarlik emas, ishim ham kichik. Men shu vaqtim cho'qim o'rganishim kerak. Men bir sistemlik bilim olsam ekan degan orzu umid bilan 2013-yil san'at institutiga muzika kasbiga imtihon berib o'tgandan keyin 2013 maktabga kirib to'liq kurs o'qimoqchi. Lekin 2014-yil kelgan vaqtida men yana cho'nglarning oilamizning o'g'irlashtirish bo'yicha arzusi bo'yicha yurtimga qaytib shu yerda o'qituvchilik xizmatini ustimga ilishga majbur bo'ldim. 2014-2016gacha Sanjuizlik birinchi boshlang'ich maktabda go'zal san'at muzika o'qituvchisi bo'lib ishladim. 2016-yilda men o'zimning turmushining bundaq o'tayvergandan toza o'zim yaxshi ko'rdim. Ham mening orzu armonlarim hamda maqsadlarim deyli. Maqsadlarim xili yiroqda. Eng o'ylaydiganim men vaqtda yosh vaqtlar men xizmat qilishni avval o'zimga jiq bilimlarni to'plab bo'lib, aniki xizmat qilsam ekan deymanda. Ko'nglimning bir yerlarda bir ishlarni qila olgandek hissatdim o'zimni. Shu sabab bilan o'qish xizmatdan ayrılib turib Urumchi shahriga kelib, o'sha yerda muzika o'zim yaxshi ko'rgan sohalarda izlanishga boshladim. 2007dan 2009gacha Shinjon san'at institutining muzika kasbida cho'nglar ma'rifida bilim oldim. 2010-yilda ham biz tomoshabinlarimizga eng tunji naqshimiz Mashrab Navosi nomli naqshini unda bo'lsa, "Obay siz degan ona yurtim" degan naqshchu. Onu siz e'lon qildingizmi yoki? Ya bu naqsha garchi men tunji xitim yozib chiqqan Salom yurtim nomli naqsha. Buni garchi tunji xitim yozib chiqqan naqsham bo'lsa-mu, bu naqshni mukammal asar emas. Nayt oddiy tekstlari, musikalari bo'lsin, nayt oddiy bir asar deb tomoshabinlarni oldiga qo'ygudek tomoq emas. Shu men shu 2098dan boshlab to'xtamay naqsh yozib 2008-yil kelgan vaqtgacha yozgan naqshlarimni asosan men aytib baxmadim. Chunki bu naqshlarim mukammal asar emas. Hammasi mashq o'rnidek asarlar. 2008dan keyin ana mening asarlarimda rasmiyligi bo'lgunch ashunaq bir hal qilg'uch bir vaqt bo'ldi. Davr bo'lg'uch bir taraqqiyot bo'ldi o'zimning oyligi. Naqsh muzikachiyatga talandim. Shuning bilan uning keyingi yozgan naqshlarim ana tomoshabinlarga yetmagidek darajada. Shu bilishimcha 2008-yildan avval sizning uslubingizdek mundaq uslub texnik ko'lamdagilar saniga achiq qilib muvaffaqiyatli o'rindirilib boqmagan. Men ham da unda qaramayman-da. Mana shu boshlang'ich o'qiyotgan mazgilimda uyam bilan maktabning oldi xili uzun bir 3 kilometr atrofida. Shu vaqtdan boshlab Abdulla akam naqsini o'zim etib, asaq maktabga berib, o'zim bilan o'zim etib qaytib kelardim. Televizorda nurg'un nadir san'at umurlarini ko'rardik. Lekin u vaqtlarda bizda menda san'at qobiliyati bor yoki men naqsh aytolmayman deyishga ojizlik bundaq bizda. Undaq yurakmi yo'q-da. Keyin Turponga kelgandan keyin men shu boshqa allardagi san'atkorlarni bilish bilan birga Asqar Ko'kböre akamiz, uning keyindan Shirali Abdurashid akamiz, andan men bilan ismdosh Ablajan Awut qatorliq nayt o'zimizning millatning modimiz uchun nayt zo'r to'p bilan qo'shgan akalarimiz naqshlarini anglab muyassar bo'lib, hatto shu vaqtda men go'zal san'at kasbida o'qigan bo'lg'achqa Ablajan Awut akamizning rasmini men sizgan o'tirib, shu vaqtdagi yangroq naqsham nomli plastikasi bir gitar tutib,
o'ltagan bir uzunchasiq bir rasm bor. U vaqtlarda biz naqshlarni olsak shundoq shu davrning o'zida moda naqshlarimiz nurg'unti hamda mana hozir ham shu akalarimizning asarlarini anglab turibmiz. Keyingi mezgillarda yana nurg'un cho'lponlarimiz maydonga keldi. Masalan, Asqar akamdan keyin Erkin akash, Erkin Abdullah akamiz bizning moda san'atimiz uchun, bizning kichik vaqtlarimizga, yosh vaqtlarimizga amra bo'lib bizga nurg'ulg'an isl san'at numurlarini taqdim etdi. Hamda usul o'ynab turib aytishyapti, Mavlon Niyoz akamiz biz uchun nadir bo'lgan san'at numurlarini qoldirib xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rinlarni oldida. Endi men qandoqda turib undan burun mening uslubimniki naqshlarni men rad qilishga ojizlik qilmayman, unda qilish aqlonliq emas deb o'ylayman. Men shu ustozlarimizning naqshini anglab, shularning garchi menga bevosita dars o'tmagan bo'lsa-mu, lekin men ularning naqshlarini, nurg'un narsalarni, musiqalarini, nurg'un narsalarni o'rganib, bugungi kun kelganda shularning yo'l boshlash bilan shularning mangan yo'lini ketyapmiz. Undan bir haqiqatan men o'ynagan hip-hop, ondan zamonaviy usul bu xilni ko'pchiliklashtirib, kollektivlashtirib saniga chiqargan shaxta yo'qdi. Ondan naqsh jihatdan biz moda xil uslub, elektronlik uslublarni o'zimizning o'sha zamonimizga tang etmangab, undan keyin o'zimizning milliy an'anamizni yo'qotmagan asosda, xiloflik qilmagan asosda bir yaxshi bo'lgan bir uslublarni xalqimizga tonishtiramiz, xalqimizga taqdim etamiz deb turishdik. Keyingi mezgillarda haqiqatan xalqimiz buni yaxshi ko'rib, biz uchun zo'r hurmatlarni taqdim etdi. Endi balkim bu menning natijam deb davosam bo'lmaydi. Men o'zimni yana men hozir yana nurg'un narsani o'rganishga, tirishishga muhtoj deb o'ylayman. Undan burun bizning balliq mezgilimizga shunday go'zal tuyg'ularni, shunday go'zal melodiyalarni taqdim etgan ustozlarimiz bugungi kunda bizning ancha-muncha natijalarni qozonishimizga untinsiz bizga yo'llarni ko'rsatib bizni yetaklagan. Shunga oldi bilan ustozlarga cho'nqur hurmatimizni bildiramiz. Albatta, yana bundan keyin tirishimizni to'xtatib qo'ymaymiz. Ablajan aka, sizning asli yurtingiz Xotan, Kuma, Sanju yesiq deyman. To'g'ri. Siz shuncha yiroqdan shunday bir shaharga kelib, hamma odam birdek e'tirof qilgan cho'lponga aylanish jarayonida tatgan qiyinchiliklaringiz mencha oz emas. Har qanday bir muvaffaqiyatdan keyin bir jafoliq jarayon bo'ldi. Buning hammani balkim hozir so'zlab bering desam, bu yerda 1-2 soat vaqt yetmasligi mumkin. Shularning orasida siz deyishni zarur deb qaragan bir ishlaringizni deb beramsiz. Qisqacha qilib. Bo'ldi. Vaqtdan nurg'un ashna qiyinchilik vaqtlar bo'lgan. Endi buni hargiz unutib qolmaymiz. Chunki bizning tariximiz, biz uni ko'z yumsaq bo'lmaydi. 2006-yil men dastlab Urumchiga qaytib keldim dedim. Urumchiga kelgan vaqtimdan boshlab 2010gacha, 2009gacha, 2006-2009gacha 3 yil bo'lgan vaqt ham mening umrimdagi eng mushaqqatga to'lgan vaqtlarim bo'ldi. Bu vaqt mayli ruhiy jihatdan bo'lsin, o'zim yolg'iz, undan keyin iqtisodiy jihatdan shunday qiyliq nachar bir holatda. Bu mezgilda men bir oyog'im batdi, oyog'imni ishkilik kelgan. Yozliqdimi, qishliqdimi, demak bu shu vaqtdagi ahvolim toza yaxshi emas. Endi men qandaqdir ota-onamga u ishlarni dab yoki u ishlar orqali ota-onamning yordamini talab qilay desam, men xili burilib, mustaqil turmush yo'liga kirib qolgan bo'lg'achqa, men uni to'g'ri deb qaramayman, o'zimga xijil bo'lib qolman. Keyingi mezgillarda albatta xalqimizning yo'lishi bilan musiqalarimizni, naqshlarimizni yaxshi ko'rib bizga sahna hozirlab berish bilan hozirgi kunlarda hamda olgan oyoqlarimizning ba'zisini bir qitim kiyib qo'yib kegilib pulsa chiqmayotdi, lekin shunday vaqtlarni o'zdimi yana shu vaqtdagi o'sha bir oyoqni ishkida kiyib yurgan vaqtlarimiz hargiz esimizdan chiqmaydi. To'g'ri. Har qanday bir muvaffaqiyatdan keyin shunday bir jafoliq jarayon cho'qim bo'ladi. Qarmoqqa ekranda biz ko'rgan vaqtimizda undaq jafolarni ko'rimiz ko'rmaydi-da. Gaplaringizni anglab, rostga qilsam ta'sirlandim. Rahmat. Endi davomli saytimizning keyingi o'tkiliga o'tsak, keyingi o'tkilimizda sizning tomoshabinlaringiz bizga xat orqali yo'llagan bir qancha savollar bor. Jami 10 savol. Shu savolni men sizdan so'rayman. Siz ixcham, yig'incha qilib javob bersiz. Ma'qul. Bo'ladimi? Tayyorlagansiz. Qancha gap bilan javob bersam bo'ldi? Tuz javob beramdimi yoki? Yo'q, tushuncha bersangiz bo'ldi. Bo'ldi, ma'qul. Men birinchi savolni so'rashdan avval ozroq bir gapni qistirib o'tay. Jiq kishilar sizning yeyishingiz qiziqadi ekan. Ba'zilar qiyos qildi ekan, bu Ablajan 40 necha yosh atrofida. Yana ba'zilar bir amdi 22-23 yoshlar chamasini oldi deb bunda faraz qilishdi ekan. Shuningga birinchi savolda shundoq bir savol so'rilibdi.
Men sizdan so'rab baqsam, siz zada qancha kirdingiz? Ben bu yıl 32 yaşga kirme. Hazır 31 yaşda, yıl hesaplasam 32 yaşga kirdim. 11. gün mening tug'ilgan kunim. Shu vaqtda men 32 ga to'lman. Lekin hamda buni tomoshabinning nazarida men nihoyatda yosh, tantak, xushal-xuram, davomli xushallik bilan yuradigan, bir yosh o'smir holatdagi bir obraz bo'lganligim uchun men o'zimni balki o'zimning 32 yoshiga loyiq qanday balki yasab zo'r bo'lmagan ahvolasida normal erkin ozoda tomoshabinlarimning o ko'ngildagi obrazi uchun Ablajan uchun normal yasab beraman. Demasam qaramoqqa ishkaylan bir davrdoshdek bir xil hissiyotdan shu xalqimning duosi bilan qiyirmay yosh turyapman. Rahmat. Unda bo'lsa ikkinchi savolga o'tib ketishdan burun yana bir qistirib o'tadiganim. Har qanday bir muvaffaqiyat qozong'uvchi erning keyinda biri uni qo'llaydigan bir ayoli bor deyishdi. Lekin sizdan keyiningizda kichik bolalardan boshqa odam ko'rmaysiz. Shuning uchun sizning muhabbatingiz bormi? Mening shu amvirimga diqqat qilsangiz nurg'un qizlar chiqdi-da ananda. Albatta mening hamkorlashuvchilarim shunga jiqlar deydi-ki, Ablajanning burun xotini, ikkinchi ayoli deb boshda MTV chiqqan qizlarni ash muhabbat deb o'ylab olganda, shuningga ozroq bir tushuncha beramiz. Ular mening MTV'imga alayda taklif etgan bizning hamkorlashuvchilarimiz. Endi keynimni bo'lsa, mening shu qo'lg'ochilarim, xizmatdoshlarim, studiyarimdagi men bilan birga ishlayotgan endi singillarimdan boshqa mening turmushimda alayda bir rol olgan qiz bola yo'q. Chunki men hozir bo'ytaq o'sha ekran oldidagi nurg'un qizlar xotirjam kelib qo'g'lashib bo'lyapti. Mening shu nikohga bo'lgan qarashim endi bak alayda deyamayman. Alayda emas endi. Albatta men o'zimizning an'anasiga, turmush usulimizga, millatimizning nurg'un qoidalariga men bak hurmat qilaman va shuni amal qilaman. Lekin to'yni men misol keyinroq qilsak yaxshi deb o'ylayman. O'zim shaxsan-ku. Shu mening yaqinqi zamonlarda to'y qilish planim yo'q. Mening yaqin palalarda yana o'zimning barcha shu ideyasini, vaqtini, zehnini xotirjam oldi. Shu o'zimning ishga qartib mening o'zimning planlar bor. Endi ko'pchilik haqiqatan mana shunday hurmatlarni, nomlarni berganga rahmat. Lekin men o'zimni mening ishlarim endi boshlanyapti, qilyapman deb o'ylayman, lekin men qilib bo'ldim, menga Ablajan bo'lib bo'ldim. Deya ekanimcha. Shuning uchun men bu ko'nglimdagi planim shu. Mening keyin to'y qilish planim bor. Uchinchi savol. Xo'sh. Siz qaysi davlatga berishni eng yaxshi ko'rasiz? Qaysi davlatga eng yaxshi ko'rasiz hisobda? United States bo'lish mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki masalan bir moda naqshchi, shu moda muzikaning manbasi Amerikadan kelib chiqqanda, men ko'pchilik ma'lum, hip hop bo'lsin, jazz bo'lsin, nurg'un narsalar. Shu mening shu narsalarning shu paydo bo'lgan yerlarni ko'rib, shularning men qilayotgan o'zimning ishlarimning mantiqasini bakrak tushungim bor. Undan boshqa freedom country, erkin ozod davlat bo'lganlik uchun ham dunyodagi bizning qudrat topgan davlatlarning ichidagi eng chong darajada tashqi davlat bo'lganlik uchun men shu davlatni bakrak qiziqdi ekanman o'zim. Yaqinda men mikroblogda mundaq bir rasmlaringizni ko'rib qoldim. Siz yaqinda Malayziyaga berib keldingizmi deyman? O'yin qo'yilib bordingizmi? Men u yerga bizning shu Mary Brown yemak-ichmak shirkatining obraz vakilligini ustimga olganligim uchun biz to'xtam imzolash, o'zaro yuz ko'rishish, ziyorat qilish, ya'ni shunaqalar bizning shu tashviqot rasmga tushish xizmatlari bilan bordim. Ya'ni bu yerdagi Mary Brown shirkatining bosh nuqtasi Malayziyada shunaqmi? Bosh shirkati Malayziyada. Malayziyaga aeroplanlik bordingizmi? Yo'q. Choyini chaqasam uchrab qo'ydi. Aeroplanlar bexatarmikan? O'zimizning davlatimizda aeroplani o'ltirib bordim. Janubiy Osiyo, Hong Kongga o'tirib. Bo'ldi, unda bo'lsa keyingi savol. Xo'sh. Agar siz bir kunlik xosiyatli odam bo'lsangiz, nima ish qilardingiz? Birinchi Bakcha qishlarni qo'yishim mumkin deb bir kun birinchi bo'lsa. O'ylagansiz. Uchmanda birinchi. Shu nega kuchsiz? Asmoga Amerika. Qaysi davlatlikni o'ylab ketmadim. Mana shu xosiyatli odam bo'lib qolsam, jiq ishlarni qilib olsam, esida qog'idagi ishlarni qilsam, jiqlar odamlarga yordam qilsam deb o'ylayman. Aqsam. Albatta rasm uchun unutib qolmayman. Asmoga bir payt rasm uchun yo'llab qo'yman. O'sha o'ylaysiz. Unda bo'lsa yana keyingi savol. Siz odatda muqam anglamsiz? Bu deganingiz davomli anglamsiz deganingiz yoki? Davomli. Men 13 muqamning o'sha plastikasini bizning rasmiy
balkim 2008-yillar bo'lsa kerak. Balkim uni oldimi, balkim 2006-yillar bo'lishi mumkin. Shu vaqtda 12 muqomni rasmiy plastinka qilib, rasmiy taqatdi. Bir 12 muqomning bir yillik 12 plastinka, 12 muqomni ayrim 12 diska DVD plastinkasida. Shu vaqtda liq bir yillik bir yurishni 1000 so'mga deyman shu vaqt sotgan vaqtida. Men shu vaqtda hammasini setib olib kelib, tafsiliy ko'rib chiqqan birdan-bir. Hamda hozirgi vaqtlarda men nurg'un narsalarimni, ilhomlarimni men shu muqomlarni izlayman. Masalan, ko'pchilik bildi, Mashrab navosi, tashlab o'ynayli. Mana hozir yangidan ishlab chiqqan ma'limiz Mashrab nomli naqshlarni anglamoqla xalq ahanga o'xshab qolgan, xalq ahanga yaqin yerlar bor. Mening o'sha naqshlarimning ichida o'zimizning Uyg'urcha usulliq naqshlarimiz bek muhim o'rinli qo'yman. Masalan, bizimizning hip hop usulliq naqshlarimiz bor, elektronlik usulliq musiqalarimiz bor. Lekin men yana bakrak mashinaning ichida muhim xizmat qiladigan o'zimizning Uyg'urcha usulliq naqshlar bo'lgan ijodiyatga bakiliq o'zim muhim o'rinni qo'ymanda. Shunga men buning ilhomlarini o'zimizning muqomlardan, xalq ahonlardan izlayman. Ularni siz o'zingizning uslubiga tushirib, nihoyatda bir yaxshi to'g'rilab ketadigansizlar. To'g'ri, men uningdan ozuq ib turib, texmi yaxshi asarlarni yozib chiqish uchun o'zimning hissiyatiga shu xalqimizning bizga qoldirgan boyliqlardan unumli foydalanib turib, uni taqdim etaman deb o'ylayman. To'g'ri. Keyingi savol, 6-savol. Sizdan eng yaxshi ko'radigan cho'lponingiz kim? Men eng yaxshi ko'rgan cho'lpon Michael Jackson. Masalan, nimishqa? Michael Jackson King of Pop. Moda muzikani yaratgan, moda muzikani masalan u naqshi aytish, usul o'ynash, buni sahnalash, undan MV ishlashdan boshlab buni qanday tashkil qilish ham bir xil sistemini Michael Jackson insonlar tunishtirgan. Shunga bu hamda buning to'hfasi bizga qoldirgan boyliqlarni haqiqatan hisobsiz asarda. To'g'ri. Haqiqatan molda. Men bu vaqtda nurg'un materiallarni ko'rgan. Unda bo'lsa, keyingi savol o'taktamliq 7-savol. Ya'ni hayotingizdagi sizni eng ta'sirlantirgan kishi kim? Eng ta'sirlantirgan. Meni barcha qadamlar ta'sirlantirdi. Lekin men cho'qman birsini dey desam, masalan, o'ylayman qoldim. Mundaq ota-onangiz urug' tuqqanlaringizdan boshqa sizning atrofingizdagi birini misol qilib deb beray, birini misol qilsam, men 2012-yili shu o'zimizning qurbaylik san'atkorchiligida men o'zimning yangi bir ijodiyatni o'g'il bolalarni ijodiyatni xalqimizga taqdim etdik. Qurbayatda butun amalar o'tirib shuni ko'rdik. O'g'il bolalarning naqshimiz e'lon qilgandan keyin bizning xalqimizning yaxshi ko'rishga erishdi. Hamda uni ijod qilish jarayonida men bu baksa chapalan chekib uni alt o'g'il bola naqshni ovoz qilishdan boshlab ijod qilish, buni ishlash, sahnalashtirish usulini o'rgatib, usuli kiyim-kechaklardan boshlab o'zim bir qo'lliq olishib qoldim. Nəhayət bir cəfalı qalət tükətdik, lekin biz açıb televizorda oturub görüb ətrafımızdakı qeyrindaşlarımızdan, uruq tuqqanlarımızdan, kəsbdaşlarımızdan göz çiraylik simayəni görən vaxtda biz nəhayət başqaça huzurlandıq. Lekin mən şu vaxtlarda Weibo'mni açsam, bana Münirə Qopuradimizdən, yəni mikroblog şundaq. Mikroblogda Münirə Qopuradimizdən bir parça xat gəldi. Naqşınızı gördüm. Bək bəzi bo'libdi. Haqiqatan xoş bo'ldik. Ijodiyatingizni ko'zlaymiz. Tixmi tirishing degan bir parcha xatni topshirib men bo'lib ketdim-da. Chunki men Munira'mizni kichikimizdan boshlab televizorda ko'rib cho'ng bo'lgan, men bir yezda tug'ilgan, yezda cho'ng bo'lgan bir bo'lib qolganligim uchun mening garchi men sanaga chiqqandan keyin nurg'un cho'lponlarimizni tanishib, masalan, Meminja akamlar bilan aytdi, yaxshi aka-inlik munosabatimiz, bir-birimizga ko'yinib, bir-birimizni izdishib degandek yaxshi munosabatlarni qildik. Undan burun men Meminja akamizni dablı o'tirib paranglashamiz deb o'ylamagan. Hatto uni o'ylashimiz jur'at yo'q-da. Chunki mening bir oddiy turmushimda men bu cho'ng deb shu 2010-yili ko'pchilikdan tanishgandan keyin oraliqda 2011-2012-yilga kelganda men Munira'mizdan bu xatni topshirib olgan vaqtimda alayda bir xillik hissiyat bo'lganda. Keyingi mazgillarimizda biz cho'ng'iliqi, tixmi jiqiliqi san'atkorlarimizning, ustozlarimizning qo'llashiga madad berishga muyassar bo'ldik. Albatta unda ta'sirlantiradigan ishlar bakcha yo'q hamda. Birdan-bir so'zlab kelsam, hamda hozir siz degan vaqtingizda birinchi asligidan shu bo'ldi. Ya'ni bir savolni qistirib o'tsam, siz odatda kiyimlaringizni o'zingiz loyihalamsiz yoki boshqa bir loyilab bergan alayda bir adamingiz bormi? Buni vaqtlarda o'zim loyihalatdim, o'zim loyilab tiktirib qilardim. Lekin u vaqtlarda hamda masalan o'zim loyihlagan narsani, sizgan narsani uni rasmiy kiyimni yuzga chiqqan vaqtda o'xshamas bo'lib qoldi ekanda. Masalan, raxtning biz o'ylagan vaqtimiz qattiqroq bo'lsa deydiganmiz, amniyat yumshoqroq bo'lib qoldi ekan. Moyalar bundoq bo'lsa deydiganmiz, lekin tikkan vaqtida bo'lib qoldi ekan. Shunga keyingi bir mazgillarda men kiyimlarni, o'zimga tushadigan mas kiyimlarni ilib,
Andan keyin buni kiydigan bo'ldim. Keyin bir mezgillarda sitib olib, andan uni ish qo'shib qaytadan qilgan bo'ldim. Hamda hozir bizning shu taniq bir ilohiy yigitimiz bor Shinjongda. Bu inimizning hamda kiyimlari haqiqatan butun Jungo'da ta'sir qo'zg'agan olim adil. Shu hozir olim adillarni yaxshi hamkorlik bo'lyapmiz. Mayli o'zimning qarashdikiligi, o'zimning o'ylagan loyihalari buni yetkazish bilan birga uning tayyor kiyimlarimi nurg'unlarni aytmoq olat iliqqa bek tushdi. Shunga bizning ham hamkorligimiz yaxshi bo'lyapti. Men buning aytdi yaxshi xaridori. Unda bo'lsa hozirgi sendagi kiyimlaringizning hammani shu yoq laylayapti. Bu yaqinqi bir mezgilda kiyayotgan kiyimlarning hammasi shu olim adil laylayapti. Lekin hammasi emas. Ba'zi kiyimlarni biz o'zimiz loyihalab yoki o'zimizniki ba'zi kiyimlarni sitib olib deganda qilyapmiz. Albatta olim adil shaxsan maxsus mening loyihaligim emas. Olim adil o'zi shunday maxsus kiyimlarga shirkati bor. Men uning bir xaridori. Tushundim. 8-savol. Siz qilishni eng xohlamaydigan kasb qaysi? Rasmdayman. Men qo'y boqishni faqat xohlamayman. Molchi bo'lishni xohlamasam mumkin. Ya'ni padichi. Nima qaraganda mening bo'g'ularim padichdi. Men aqlim bilgan vaqtim bo'g'ularimiz olamdan o'tibdi ekan. Mening bilishimcha shu padichdi bo'g'ularim. Lekin hamda mening dadam dehqonda. Lekin bek bilimlik noati ideallarni aytdi. Kangri bir odam. Ana shunda bo'g'aliq uchun bizning uyimizdagi bolalarning hammasi o'qigan. Dadamning boshqalar hammadan maktab yuzi, oliy maktab yuzi ko'rgan bolalar. Shunda bo'lsa-mu bu bizning uyda dehqonchilik ishi baksat chiqdi. Har kuni qiladigan bir dövishlar bor. Undan keyin bu qo'y biqish ham men yaxshi ko'rmaydigan ish lekin siz qo'y qo'yishgansizda undan so'ng. Yo'q, qo'yg'och emas. Albatta bu hayvon bo'lsa-mu bu yer shaharning bir qismi, uni o'ch qilishga bu ahmoqlik qilish bo'lmaydi. Lekin har kuni saharda boqamiz, tushda boqamiz, kechda boqamiz. Bular qochdi, oyoqni to'sam, oyoqni chiqmaydi, to'sam oyoq qochdi. Jimjit to'qni o'tiydi, lekin sen zerikisi ya to'shmaydi bu voqea. Burun opib qo'ysang, dadam qapulaydi. Uzunroq qilaysang, u yasang gaqib beramagan, men faqat yaxshi ko'rmaydim-da. Shu men yaxshi ko'rgan kasbim shu bo'lsa kerak ekan. Pek hayron qoldim. Unda bo'lsa 9-savol. Siz odatda telefonni ko'p o'ynamsiz? Odatda o'ynayman. Ben o'zim o'ynaganlikni xato deb qaramayman, chunki bu shu texnikalarning yordamida bizning ishlarimizga aytib tiz bo'ladi, ishlarimizga qulaylik bo'ladi. Biz telefonni tanqid qilib, telefonni cheklashni boshqa biz o'zimiz o'ylab baqsak, bizning turmushimizga qulaylik qilish kelib qoladi. Hozir men telefonimni ichibla undidorimning suratli paranglishni ichib ota-onam bilan paranglisha olmayman. Nimaga yaxshi? Biz bunday qilmaydik. To'g'ri. Ondan biz bu yoqda o'tirib har xil xat sadoqlarni topshirilib pochtalarni topshirilib, uni hal qilib, materiallarni o'zaro bir-birimizga avatishib, hatto bankadagi hisobotlarimizni shu telefon bilan qila olamiz. Shu qulaylik. Shunga biz bu telefon o'ynashni ma'noliq nachar ish deb qaramayman, lekin ashuratmiga afalasizlar. Mana hozir biz suhbat bo'lyapmiz, agar men qo'limga telefonni olib, savolingizni javob bermasdan o'ynagan bo'lsam, bu durust bo'lmaydi. Lekin shunga men telefonda o'ynayman. Unda bo'lsa eng oxirgi savol, ya'ni 10-savol. Nihoyat xatarli savol. Xo'sh. Mening kiyimim yarıştımı. Bakıp yaşıp. Gerçi ne gide yarışmağım bozma. Belki onun geldi lekin. Böyle kiyingisi götürüp gidiyor. Biz hazır bir oyun oynayalım. Oyunun kaydısı mındak. Bir tanışığış var. O tanışığışını ben sizden qoluğunuzda qayman. Siz etraftaki şavqını, işqandaq avazını anlayamadığınız derecede işte müzik çıkıdı. Men bir joyning ismini yoki bir so'zni eg'izimda deyman. Siz eg'izimning shakliga qarab nima deyotganligimni topsiz. Udullam deysiz, lekin men topolmadim, bilamadim deyishga ruxsat yo'q. Cho'qqim siz nima deb o'ylagan bo'lsangiz, shuni o'zingizdan tafakkur bo'yicha deysiz. Ma'qul. Futursangiz jazo bor. Men shuni ichida almış o'ynaymiz. Bo'ldi. Bularni yo'q. Do'st, tayyorlik bitdimi? Bitdi. Boshlaylik. Yosh cho'lpon. Yosh cho'lpon. Nidamet. Yaş çolpan. Mikrofon. Yaş çolpan. Yaş çolpan. Yaş turbat. Yaş çolpan. Kapamınız. Yaş turbat dedim. Dediniz. Yok. Onda olsa ikinciye. Tanrıtaq sanati. Tanrıtaq sanati. Tantana. Tanrıtaq sanati. Nima bu? Eg'izongiz yuqoriga chiqib yaqmamsiz. Tanrıtaq sanati.
Tantana dediniz bu. Tağırtaq sənəti. Ringa-ringarang. Tağırtaq sənəti. Tağırtaq. Ablajan. Merhamet dediniz. Ablajan. Ablajan. Yandım. Mukafat. Muhabbet. Muhabbet. Mukafat. Mukafat. Muhabbet. Mukafat. Mukafat. Bunda qosman keldim ha. Mukafat. Uzun gapni ishib ketibsan sen. Çaynek. Qari. Çaynek. Saqchi. Başka gap degan tapamamiz. Ha, Keyingisi kelaylik, ha? keyingisi. Güzellik. You got it. Oh no. Güzellik. Güzellik. Murat. Güzellik. Sakrayli. Uxlaylik. Uxlayli. Uxlayli. Ya hata. Ben başka degan gap bu gap ben güzellik dedim. Çolpan. Topak. Çolpan. Çorpa. Çolpan. Topa. Çolpan. 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 Bir tam oldu. Bir tapamadım, birini tapaldım. Siz müşkil tapaldınız, birini tapaldınız. Tam oldu Aşıldık mı? Ben abay kısa ol, ablacan diye soğanayım, ben hastayım soğurgandım. Ben Hesap olamsız. Ben bu bayan birisi kasen sorap koydum. Kasen birisi sorap koydum. Unda qoz qanday qildi? Eng og'ir bir qitim basi şeydi. Futur o'tganlar. Bu jazo to'qma. Jazo qo'linimiz. Shundami? Sizdan kelsin. Doktor çekiş tipçingende bu. Nurali. Nurali. Öner. Nurali. Döner. Nurali. Öner. Nurali. Nurali. Navat çay. Navat çay. Çabak çal. Çabak çal. Navat çay. Navat çay. Çayxana. Asrak. Ah, navat çay. Çayçı. Navat çay. Çayxana. Navat çay. Qaralri. Navat çay. Tugidi. Mana men uqdim. Navat çay, navat çay degandim. Navat çay. Çay dedim go. Lekin azroq yaqinlashdi, lekin men Nur demedim, men Nurali deb bo'lgansan. Ma'qul, men yig'ildim. Bunda qolsa jazoyingiz. Unda bo'lsa biz adını verim belki uzun paranlashib ketdik, balkim ekran oldirik tomoshabinlarimiz ancha o yanda mashallohga bizda o'yinimizga qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu tomoshabinlarni xush qiladigan ishni meni qiling. Ya naqsh etamsiz, men o'sha usta o'ynamsiz va yoki qiziqga qilamsiz yoki muloq etib beramiz, ish qilmaymiz. Tomoshabinlarimiz xush bo'lsa bo'ldi. Unda qolsa bunda qilaylik. Men sizni do'rab beray. Naqshi etishingizda emas, harakatlaringizni, usul harakatlaringizni men o'zimning esida qolgan bo'yicha men sizga bir do'rab beraman. Qani tomoshabinlar bilan birlikda ko'rib boqaylik sahnimizda. Nurali. Bu hatat çirmi vadilini eski yigit kızıyor mini yoluna karab seni baylap yürümen seni la oylap bu hatat çirmi vadilini eski yigit kızıyor mini yoluna karab seni baylap o yürümen seni la oylap Tomoshabinlar xush bo'ldinglarmi, ha? Ovozinglar bormi? Hey, xush bo'lmagan bo'lsanglar, bizga Nurali yana qaytadan boshqa nima. No. Nima ajmoch o'xshidi, ha? O'xshidi. Lekin o'xshidi. xil o'xshidi. Unda qolsa Ablajan aka, siz bu yerga kelgan keyin quruq qo'l ketkizib yetishga faqat ko'nglim unimidi. Mishada bo'lsa naq maydonda birachang. Azroq bir. Bunda buni ilgili sizlar tomoshabinlarimiz mening shu
naiti qizg'in kayfiyatda naiti sho'x andan atritimdagi nurg'un usulchilar bilan nurg'un kishilar bilan kichik do'stlar bilan birlikda o'ynagan mo'l mazmunliq naqshlarimizdan usullarimiz hozirlandi. Bugun men mush tomoshabinlarga yoshlarga yigitlarga qizlarga bo'pmi shu muomalashayotgan ya'ni to'yg'ib bitishgan to'yqiyotgan shu bir juftlarga atab talab xat yozamsiz shu mushlarga baxt atab bir umr mangu baxtli bo'lishini umid qilib mush plastikimizdagi menga yalib bo'lmamoq naqshni ko'pchilik taqdim etdi. bo'ldi undaq bo'lsa sayanimiz sizga qoldi. Marhamat. Alemning mehriban etikida hayat romani misal betida mangayatlik bu İxlas bilen kütken daqiqida pak suygu ve hayacan ilkida mangayatlik bu Öttün benim ilikimge cana Yoktur özge menindek bahtiyar Barlığım sen üçün atalgan Nime kılsan sende ihtiyar Mangayatlık bu Mangayatlık bu Mangayatlık bu Vücudumni o'raygan çiçek Gül bulup sen shundagina Mangayatlık bu Büyütülsün sevgimiz bulup örnek Kalsın mengülük efsane çöçek Mangayatlık bu Bilirsen söyleyemem seni çeksiz Derdin yok dumanlarını Koyup gel işenç bilen şeksiz Hem endişe gumanlarını Mangayatlık bu Mangayatlık bu Hayat bakmaz kişinin payige Bakit nasıl bunu himiyegenli Nece günde tügeldi ömür Hanım gayetmen kadrin bilgenli Mangayatlık bu Mangayatlık bu Rahmat Ablajan, rahmat. Sayfimiz orqali sizdan suhbatlash jarayonida bir narsani his qilib qoldim. Xo'sh, nima narsaga anglaylik qani? Mening do'stlarim va boshqa nurg'un kishilar menga degancha, Ablajanning asli mijoz qandoq? Bak oqsog'i deymi, bak o'zini bundoq tutib oldi deymi deb. Boshqalarning ideyasida shunday bir xil obrazingiz shakllangan ekanda, amaliyotda bugun sizdan suhbatlash
jarayonida ko'rganlarimiz mis qilmoqchi mumkin. Siz bular o'ylagandek emas, shundaqmi? Bir narsa eshitib qoldim desam, men shu siz mush ekrandagidan bakrak kelishgansiz ekan deyman. Chunki men uni do'stlashni deyapti. Lekin rahmat maqtag'iningizga. Men hozir chaqchaq qo'ydim. Endi asnoylik bilan savolingizni javob bersam, menga mana shunday nurg'un do'stlarimiz shunday degan, inlarimiz, singillarimiz, bu yosh bolalar bakrak biz sizni o'ylaganimizni mundaq o'ylab ekanmiz, lekin amaliyotda siz mijozingiz bak yaxshi ekan deb. Men shu mushkil kichik bir yil kamtarlikni aytdi, go'zal bir adab axloq deb o'ylayman. Mana shundaq amilan o'xshash atmosferadan, amilan o'xshash tuproqni ustida dasab turib, amilan o'xshash atmosferadan nafaslanayotgan mana shundaq muhitning o'zida men qanday birisini rad qilishga, bu men aciz bir inson bo'lish sifatim bilan bu daq qilishni durust bo'lmagan axloq pazda deb o'ylayman. Shunga men boshqalarning shu mehr muhabbet bilan, aşı chavakdir bilan, qo'lish bilan gullab ko'klab mushaq kelgan. Albatta bundan keyin yana bizning tomoshabinlarimizning mayli tonish bo'lsin, tomoshabinlarimizning ko'klishimizga madad berishni umid qilamiz. Ham shularning qo'llashini biz olib qilmaymiz. Shuning uchun men birovdan olgan yaxshilikni yana bir birovga qaytarishim kerak. Men xalqdan olgan shu hurmatni har bir qiyindasimizga qaytarishim kerak. Shuning uchun azaldan mening shu o'zimning turmushlik prinsipim shu. Kamtar kichik bir yil. To'g'ri. Sizdan maqtaningizga rahmat. Unda xo'sa Ablajan aka, bugun qimmatli vaqtingizni ajratib sahifamizga qatnashganingizga ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Men shunday yaxshi bo'lgan bir sharoit yaratib bizga ko'nglimizga gaplarimizni tomoshabinlarimizdan birga o'rtoqlashib, tomoshabinlarimizdan birga paranglashtirmoqchilik muhitni hozirlab berganlarga sizlarga ko'p rahmat. Rahmat aka. Bundan keyingi san'at ishlaringizga zo'r utuqlarni, zo'r barakatlarni tilayman. Tashakkur. Rahmat sizga. O'qdingiz qo'shib isyan, uchratgan yangi so'zlarga hozir beriman. Yana bir mehmon keladi. Qani haliz qarab qani kim keldi? Badani yura, shirkat o'zini doim sabaqi bor sog'lom anda. O'qimiz tabiat aqlisi, ayan bo'lar olam siri, nima havo tuproq hayvonda bag'dinishi. Acep çiraylik, balilik çağlar, borga pürkengen süp süzük tanlar. Gümüş bulaklar, bergi kıyaklar, bəxit izlegen yeşil tut kulaklar. Astında attılar, soğudan yapraklar, lay şehir yasarımız kurusa patkarlar. Hey balilik çağlar, bellik kucaklar, balilik çağlar yok illa dağlar. Balilik çağlar, karanğı bağlar, yirakta tağlar. Kayfiyatın yaxshi emas-ku. Qaraganda yaqinda ishlaring toza yaxshi emas o'xshaydi. Doğru dedim. Sendek çakılma mehmanlar kişinin ko'nglini daim bir yere qilib turdi. Men sevuvchi emas. Uning uchun keldi. Oo, shunaq. O seni taklif qilganmidi? Hem seni taklif qilganmidi? Sen söyleyemem seni çeksiz, dildin yok attım anlarını. Koyup gel işenç bilen şeksiz, kan endişe kumalarını. Manayatlık bu, manayatlık bu. Benedeki deryada, deryada, dişi hem sende
Hey dostlarım ilinler, ilinler Məlimizdə məşrəb Məşrəb qızıqan yerdə, qızıqan yerdə Oyun deyilən əbəb Bizim məhəllə bək avut, Həmə huyla barındı Sal nəzər ətrafqa, ağ kük yeşil qara Yarar qızğın sada, ay, ay, ay İxtilaf bədava, bu simu qahida Gönüldə yox yara, ay, ay, ay Yarısın naxşilər, yox olsun gitsinlər Senin aşkında bir başla Uygen tilqaidisi, ravan okuğun kişnapni İmlayın güzel olsun marcandek yaz hatmi Yeni dersten terbiye, kısıp bedenni yigre Çırıktır özünni daim sap akıl var sağlam tende Okuyunuz tabiat aklisi, ayan dolar alem siri Nima hava, toprak, hayvan ve bak dini şiir Güvence kıza Ayıpları yetmez dedim ona yetmez Güvence kıza Suyun yaşamaz mı yaşamaz Güvence kıza Ayıpları Sana vücudumda Çapsız muhabbet Pəxirleniş Hasrap suyuş Davam ta əbər Dua kılar Əcr kılar Türküpler bitmez Ana yurtum Öz persentim ben Uzunmaz hakikat Kedirer umaklığın Bek bu yaman acığın Buldun benim amrığın Çaklasın bu yaşların Dilim kaçma Men var hemme keda Kalmi bir takat Sensiz yaşaşkan Tapamay seni Haber saklaşkan Nail bulamay İsmi ataşkan Ruhim göz uçuk Getsem